Erta kunda 6000 dan sotilayotgan nonni hayit kuni har nechta bola deb kissasini to'ldirish dardida, nafs dardida 10 ming, 12 ming so'mdan sotayotgan. Biz oddiy xalq deymiz, doim hukumatdan, mansabdor shaxslardan shikoyatchi bo'lamiz. Ya'ni svet oshib ketyapti, gazni oshirib yuborishyapti, hayot qimmatlashib ketyapti deb noliymiz. Lekin yana o'sha biz oddiy xalq qo'limizga ilk fursat kechishi bilanoq xuddi ular qilgan ishni biz ham qilamiz. Hatto ba'zan ulardan ham battarroq uddaburonlik qilamiz. Ya'ni xalqning og'ir kunidan, kasalligidan va hattoki bayramlardan foydalanishga harakat qilamiz. Masalan, koronavirus paytida oddiy maskalar va dorilarni 10 baravar qimmatga sotgan ham. Qurbon hayitida qo'ylar va buqalarni qimmatlashtirib yuborgan ham. Haj ziyoratiga borish uchun hattoki navbatini oldinroqga surdirish uchun tanish-bilish qiladigan ham, boshqalarning haqqiga kiradigan ham yana o'sha biz oddiy xalq bo'lamiz. Hammaga salom. Bugungi video foni Fransiya, chiroyli tabiat, chiroyli manzaralari. Bugungi video mavzusi hozirgi O'zbekiston Respublikasi aholisi shu ahvolga kelgani uchun xalq aybdormi yo hukumat aybdormi? Shu haqida biladi. Demak, videoni boshladik. Birinchi premyerlar keltiraman. Oddiy bir narsa, bir Buxoro shahriga hamma bilsa kerak bir sartaroshlar bor. O'sha sartaroshlardan kirib soch olish 500 ming so'm. Tushunasizmi? 500 ming so'm bitta soch. Yo'q, bana uradi. Har oy o'sadi bu soch. Erkak kishidan kelib chiqib aytibmanda 500 ming berishingiz kerak shaqillatib. Bu nima ahvol bu? Men 40 dan ziyod mamlakatga yurganman, yashaganman, ko'rganman, iqtisodini, shart-sharoitini, hamma narsani teng bo'lib 40 dan ziyod mamlakatga socham olib ko'rganman. Bironta mamlakatga so'mdan konvertatsiya yevroga qilsangiz, masalan 35 yevro. 35 yevroga hech kim soch olmaydi. Germaniyaga ham, Fransiyaga ham. Mana hozir Fransiyaga yuribman. Men olganga ishim mani Germaniyaga, ishxonam nemetskiy kompaniya. Nimaga? Masalan, Germaniyaga soch olish 10 yevro. Fransiyaga soch olish 15 yevro. Chunki Fransiya sal qimmatroq Germaniyadan. Polshaga 8 yevro, 10 yevro. Ana shu atrof Polsha Germaniyaga yaqin yuradi ratsenkasi. Bu oddiy sochdan oldik. Hay, endi o'sha Buxorolik ayrim sartaroshlardan kelib chiqsak agar, sen zo'rigansan, sen bir narsani chiroyli olishni o'rganding. Endi bu degani xalqni itaraman degani emas-ku. Bir navsni ham bir iqtisodga yarasha qilish kerak. Undan tashqari ustalar bir ustani qo'lidan bir balo, bir to'g'ri, yaxshi, chiroyli chiqsa, urdi xudo. Bu xalq aybdor, xalq vinovat bu usta bir narsani eplagani uchun. Kuniga 1 millionlik narx qo'yadi o'ziga. Obshe ob'yomga olsangiz-da, qilsangiz shu, biz sifatli zo'r qilamiz, bo'lmasa haylo arzon ustaga qiling deydi. Bu odamlar, bu masalan sartaroshlar, ustalar qarochi o'ylaydiki, bu menga 1 million berdi kunimga, yoki sartarosh sochimni olish, sochini oldim shuni 500 ming menga berdi. Shu bilan sochini oldirgan odam ko'tini qisadi deb o'yladim. Yo'q. Oddiy men O'zbekistonga masalan fura haydovchisiman, O'zbekistonga ishlasam agar, men bitta sartaroshga kirib 500 mingga sochimni oldiraman, chiqaman, uyimni remont qilsam, bitta 1 millionlik kuniga ishlaydigan ustani kiritsam agar uyimga, men nima qilamanki? Men Rossiyadan O'zbekistonga 500 dollarga yuk toshisam agar, 500 dollarga emas, keyin men 1000 dollarga tashiykan bo'laman. O'sha yukning logistika xarajatlari ustiga tushadi. Masalan, shakarmi, pecheynimi, shokoladmi nimadir olib kelaman chetdan. O'sha ustiga narx oshadi. Masalan, 10 ming so'mlik shokolad, men narximni 2 barobar ko'tardimmi, 15 ming bo'ladi. O'sha 15 minglik shokolad, ana men sochimni olgan odam bor-ku, o'sha keyin 15 minglik shokolad magazindan olib, qarochi farzandlariga uyiga yetadi, o'sha menga qaytib beradi. Xullas, bu bilan men nima demoqchiman? Narxni ko'tarasiz bor-ku, navsni urasiz, cheksiz. Bir ish qo'lingizdan kelsa, men qarochi yana mashina taxtash ustalariga bu trendga chiqib ketgan. Usta yarim soatga nimadirni kirib takka kovladingiz. Qarochi bir ikkita ключingiz bilan kirib, biron bir zapchas rasvod qilmadingiz. Nimaga sizga 300 ming bermoqchiman desa, men bera bir 4 yil o'rganganman. Hay, u shifokorlarchi, doktorlar 10 yil, 12 yillab o'qiydi. Ular oyligi qancha? Sizlar o'ylamanglar, bir narsani masalan professional bo'lishi uchun обязательно yillab o'qish kerak. Nima o'ylaganmi bu xalq
shu rajdoni onadan tug'ildimi o'ylab tushadi, tamom gazini bosadi. Shu uchun endi 4 yil o'rganding, 5 yil o'rganding shu ishini yarim soatga qilish uchun. Endi buni jabrini xalq olishi kerakmi? Nimaga u yarim soatlik ishga, qarochi 300 ming berish kerak? Bunaqa ratsenga biron bir dunyoga yo'q. Men 40 ta mamlakatni ko'rganman, yashab ham ko'rganman, rasxot ham qilib ko'rganman. 40 ta mamlakatga bunaqa O'zbekistonda ratsenga yo'q. Prosta nima deydi? Tushuncha yo'q. Hozir men bundan yarim soat ishim uchun 300 ming oldim, lekin bu odam ham qaysidir kasbning mutaxassisi. Keyin bu ham narxini ko'tarmaydimi? Bir kun emas, bir kun meni ham ishim bunga tushadi. Men ham shu pul olgan pulni bunga beraman. Buni o'rtasiga nima bo'ladi? Inflyatsiya rivojlanib ketadi cheksiz. O'ylaykon, ana budjetga ishlaykon. Nimaga O'zbekistonga oliy ma'lumotlilar kam pul topibdi-yu, hunarmandlar ko'p pul topibdi. Buni ham sababchisi ana shu oliy ma'lumotlar, chunki aklatga ishlaydi, ular ma'lum bir oylikka ishlaydi. Hunarmandlar o'tirib olib, sen qarochi 500 ming pul bersang, men seni sochingga olaman, bo'lmasa olmayman. Ana shunday qilib o'tiribdi. Bera kim aybdor endi bu gaplarimdan keyin? Endi hukumat kelib ustaga aytish kerakmi? Ey usta Dalbayob, bir kunga 1 millionga emas, 100 mingga ishlaysan. Sartaroshga ana buni sochini 500 mingga emas, qarochi 50 mingga olasan. Men o'rtacha o'ylaymanki, eng zo'r sartarosh O'zbekiston iqtisodi shaharlari. O'zbekistonga masalan 13 ta shahar bo'lsa agar, общий katta-katta shaharlardan o'sha 13 ta shaharlarga eng baland narx 50 ming so'm. U ham boshingizni yuvsa, chiroyli qilib olsa, sochingizni, soqolingizni olsa, keyin 50 ming so'mga arzaydi. Lekin 500 ming so'm emas. O'sha uchun bu videoga nima demoqchiman? O'zbekiston xalqi endi biz majburmiz dunyoga qarab, dunyoda yashashga. Birinchi o'ringa poraxo'rlikni, pora berishni bas qilishimiz kerak. Endi bera ayrimlar aytishi mumkin, ha poraxo'rlik 100% hukumatga tegishli. Yo'q, meni bir tanishim bor edi. Buxoro viloyat hokimligiga hokimni birinchi qaysidir soha bo'yicha o'rinbosari edi. Endi aniq sohasini, aniq ismini aytsam, u meni bu videoni ko'rgandan keyin mazgimni sikadi. Shuning uchun aytmayman. U 6 oy o'sha yerda qarochi o'sha hokimni birinchi o'rinbosari bo'lib ishladi Buxoroga. Keyin vazirlikka o'tib ketdi, yaxshi ishlagani uchun. O'sha aytibdi bir o'tirganimizga, "Ey O'lmas jo'ra, bilasanmi? Men ana shu Buxoro viloyat hokimini ana shu o'rinbosari bo'lib 6 oy ishlaganimga 6 oy ichiga $2000 boshlab to $70,000 odamlar pora taklif qildi. Qanaqadir ishini hal qilib berishim uchun. Endi sizlar tasavvur qilinglar, har bir insonning o'zini patologi bor. Bu dunyoga aytadilar-ku, qarochi libboy odamni sotib olish mumkin, kimnidir kam pul bilan, kimnidir ko'p pul bilan. Tasavvur qiling, o'sha $70,000gacha taklif qilgan odam kim u? U hokim bo'lmasa kerak u narsa. Oddiy xalq bu. Undan tashqari ana bu Yevropaga qadam degan Telegram guruh ham bor. O'sha Telegram guruhimga ham Hegelman kompaniyasiga borib ishga chiqolmaykon odamlar yozgan. Ha, biza keldik bera, bu Hegelman kompaniyasi ofislari ham poraxo'rlik ekan. Kim pul bersa agar sirazi ishga chiqib ketadi, agar pul bermasangiz 3 oy 4 oylab yotarkaningiz ofisdaga deyapti. Yevropaga kelib O'zbekiston xalqi shu gapni aytibdi. Bera endi Yevropaga umuman, ana men ham Yevropaga necha yildan beri ishlab yuribman. Pora birovga taklif qilishga qo'rqasiz. Agar taklif qilsangiz agar, chunki pora oluvchi ham, pora beruvchi ham bir xil qarochi jinoyat javobgarlikka tortiladi. O'sha uchun men olib qamamasin deb hech kimga pora taklif qilmaysiz. Qarang, Hegelman kompaniyasiga ham O'zbekiston xalqi kelib, o'sha Hegelman ofisini ham poraxo'rlikka o'rgatyapti. Bunga kim aybdor? Hukumat aybdormi? O'ylamanglar, bu Kusproj hokimmi, hukumatni paxta qo'yapti, kim nima qo'yapti deb men hech kimga paxta qo'ymayman, men hech kimdan muttaham emasman. Men umuman olganga 40 ta mamlakatni ko'rib, o'sha mamlakatga qarab, ular qanday yashayapti, bizlar qanday yashayapmiz, shu maqsadga o'sha kasakni, minusni ko'rib bu videoni qilyapman. Xullas, bu videoga nima demoqchiligimni hamma tushundi. Agar xohlasalaringiz O'zbekiston Respublikasi rivojlanish har bir xalqdan, har bir insondan bo'lishi kerak.
Shu O'zbekiston Respublikasiga 37 million, 38 million aholi bormi? 38 millionni hech bo'lmasa yarmi rivojlanib, dunyoqarashi bir normalni bo'lsa, keyin bu xalq, bu millat rivojlanib, bunaqa musofir bo'lib ketmaydi. Hech kimga pora bermaslik shiori bo'lsin. Masalan, bir ishni professionali bo'lsa, agar xalqimga yordam beray maqsadga shu ishni his qilsin. Yo'q, men bilan 10 etajlik uy quraman. 4 sotiq yerimga u uyni qurgandan keyin yana bir farzandimga quraman, farzandimni tug'ilmagan yana farzandiga quraman. Qarochi Cobalt bilan yuraman, Cobaltdan keyin Malibu olaman, Malibudan keyin Tahoe olaman. Farqi nima? U Cobaltchi, Malibuchi, Tahoechi hammasi ham bir xil sidinasi bor, ruli bor, gazi bor, tormozi bor. Bir xil tezlikka yurasiz. Yo'q, buni tushunmaydi. Bizning xalq shu cheksiz, unga qancha sпрос ko'paysa, shuncha narxini ko'tarib ketaveradi. Keyin jalba qiladiki, nimaga O'zbekistonga qimmatchilik? Qimmatchilik ana shu uchun qimmatchilik. Kartoshka, piyoz sotaykan, dollar qimmat bo'ldi, yo oylik oshdi deb kartoshka, piyozini qimmat qilsa, u uchun ham nima hukumat aybdormi? Endi hukumat kelib, "Ey, kuspirish, kartoshkani qimmat sotma" desa, agar videoga olib Instagramga tashlasa, ana qaranglar, hokim kelib, qarochi 5000 ga olgan kartoshkamni 4000 ga sotdi deyapti deb tashlasa, bunga nima qilish kerak? Bunga обязательно menimcha, meni o'ylashim bo'yicha xalq aybdor. Mayli, xayr, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.